Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana DD Heating System zavodidan yangi Pro Max katyollari, yangi katyollarimiz chiqish boshladi. Buni hozir to'liq obzorini qilamiz. Birinchi o'rinda miyasidan boshlaymiz. Buni miyasida mavjud narsalari timer qo'yilgan 48SS DH48SS timer qo'yilgan. Bu juda ham baquvvat timer. Keyingisi datchik qo'yilgan, harorat datchigi, mikrokontroller datchik qo'yilgan. Issiqligini, hozirgi holatini va siz qo'yib turgan sistema issiqligini ham ko'rsatib turadi. Setlari bor hammasi. Keyingisi voltmetr qo'yilgan. Ikkitadan dimmer qo'yilgan. Buni ikkita dimmer qo'yishning sababi bittasi asosiy dimmer, ikkinchisi qo'shimcha dimmer. Bu qo'shimcha dimmeri ko'mir o'chgandan keyin ham, o't o'chgandan keyin ham 2 minut yonib berib turadi. Sababi ko'mirdan chiqqan gazda ham yoqish buni asosiy sababi. Bu 30% ishlasa, bu 100% lik ishlaydigan dimmeri. Keyingisi paketnik bo'ladi, bu paketnigi bor. Mana bu joyi bo'sh turganiga hali motorimiz yetib kelgani yo'q. Zakaz berganmiz Xitoyga. Katta partiyada zakaz berganmiz. Bu revers bo'ladigan motor, avtomatik revers bo'ladi va ruchnoy qilsa ham bo'ladi, ruchnoy revers ham qilsa bo'ladi. Katyolimizda 400 kvadratli katyolimizning ichki ko'rinishlarini obzorini boshladik. Hop, ichida o'zgarishlari katta. 6 ta papkasi bor. Asosiy 6 ta papkasi bor. Undan tashqari yana qo'shimcha qo'shdik. 25 lik 3 stenkadan turbalardan qo'shdik, ikkitadan. Jamiki issiqlikda olib qolish maqsadida, chiqqan issiqligini hammasini olib qolish maqsadida qo'shdik. O'txonasi garajasiga 2 qavatdan qildik, garajasiga tepasidan ham havo beradigan qildik. 20% tepadan havo beradigan qildik. Qolgan 70%, 80% pastdan beradigan qildik havosini. Bu yerda kul uchun idishi bo'ladi va kurakchasi bo'ladi alohida. Yana bir asosiy qismi bor. Issiqlikni 30% issiqlikni olib qoladigan qismi. Bu joyda jamiki issiqlik pastga yana tushib, undan keyin hamma joyiga tegib yana qaytib chiqib ketadi. Va yana bitta o'zgarishni qilganmiz bu yerda. Bemahvotini katta qilganmiz, 160 likdan qilganmiz. 160 ta qilishimiz sababi kondensat ko'proq bo'lib qolyapti. Shunga tutunni kondensatni kamaytirish maqsadida qildik buni. Yana bir asosiy qismi bor. Bu hali menimcha hech kim qo'ygani yo'q buni. O'zimiz buni internetdan ko'rib o'rganib chiqdik. Issiqlikni 20% issiqlikni qaytarib obratkaga beryapmiz nasos orqali. Bular ham shu kompleksning ichida. Bu yerda klapani bor. Qolgan issiqlik bu tomondan chiqib ketadi. Qolgan 20% issiqligini katyolning ichiga beryapmiz. Buni asosiy sababi katyolda kondensat bo'lishda oldini olish. Katyol doimiy issiq turadi, umri uzoq bo'ladi katyolda. Temir misol uchun 2 yilda yemirishni boshlasa, bunda 3 yil yoki 4 yilga bemalol yetadi. Bunkerimiz 120 kilolik bunker. Buni ichiga yana qo'shimcha narsalarni qo'shganmiz. Ko'pchilik katyol berganlarimizda, oldingi eskilarimizda ho'l ko'mir, nam ko'mir tashlab qo'ysa, mana bu joyda qotib qolyapti turdi, ko'mir tushmay qolyapti turdi bu tomoniga. Shuning uchun bunga qo'shimcha qilib, mexanik kuch bilan, zanjir bilan tepaga ham bitta o'q qilib, tepadan ko'mir titib beradigan joyini qildik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tepadan titib berib turadi bu ko'mirda. Ko'mirda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bunga ham pachniklarni qo'yib, hammasini akkuratniy qilib yiqqanmiz. Yonlariga mana bunday silindrchalardan qo'yganmiz. Qanaqangi ochilishida, yopilishida muammo bo'lmaydi. Asosiy mijozlarimizdan kelgan eng birinchi savoli, ya'ni ko'mir yoqilg'isi bo'ladi. Ko'mir yoqilg'isini qandaydan olaman degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Misol ko'mir turlari juda ko'p. Bu katyolga asosan yaxshi ko'mir ishlatsangiz, effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni shibarkol shu ko'mirdan ishlatsangiz yaxshi bo'ladi. Lekin xohlagan ko'miringizni yoqib beradi bu. Oddiy mahallaning ko'miri 300 so'mlik, 400 so'mlik ko'mirni ham yoqib beradi, lekin unda kila ko'payib ketib qoladi. Kila ko'proq ketib qoladi, chunki unda kaloriya juda kam bu ko'mirda. Shuning uchun yaxshi ko'mirdan ishlatganingiz yaxshi. Xo'p, shinaklari baquvvat o'sha 4 lik listdan maxsus bukilib qilinadi. Buni shinaklari 120 lik turbada qilingan bunisi. Yana bitta e'tiborlisi, ulitkasi mislik 120 vatlik, vati juda ham kam. Qo'shimcha mana bunkerga berilgan havolari ham bor. Undan keyin bu tomondan o'sha filtr degan joyimiz, bu issiqlik olib qoladigan joyimizdan tushgan kullarda mana bu joyda eshigi bor o'zini. Shu eshigini ochib,
bir oylarda bir tozalab qo'ysa, bu yerga kul to'planib qoladi. Mana shu joyda olishga imkoniyati bor. Tozalab qo'ysa bo'ladi shuni. Dastlabki xizmatlari butun vodiy ichra bor. Mana shu mashinamizda o'zimiz olib borib beramiz bepulga, tekinga. Vodiy ichra bepul. Katyollarimiz narxlari $899 $1,5 ming gacha boshlanadi. Murojaat qilaverasizlar, kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Ramazon oyida aksiyamiz bor. Ramazon oyida har bir zakaz qilgan mijozimizga $50 skidkamiz bor. Manzilimiz Rishton tumani, Yangiavlod MFI, Archazor ko'chasi. Bu tarafdan kelishi G'armashdan tushganingizda 2,5 kilometr. Bu tarafdan kelishi Navoiy Prezdan qishloqning o'rtasiga kelishingiz.